Barchaga salom do'stlar. Sizlar Z Jaloliddinov YouTube kanalidasizlar. Xo'sh do'stlar, bu galgi bizning videomizda Premier League Soccer 2026 o'yinida biz sizlar bilan bugun ajoyib bo'lgan tarkibni full qilamiz. Xo'sh do'stlar, videoni boshlashdan oldin esa like bosib qo'yib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlarini so'rab qolaman. Biz esa videoni boshladik. Xo'sh do'stlar, akkaunt ko'rib turibsizlar, o'sha menusini o'zidan tanga olmaslar ko'p. Bu Vyetnamdan olingan akkaunt. Agar kimga shunaqa akkauntlar kerak bo'lsa, Telegram lichkamga yozsanglar bo'ladi. Do'stlar, men sizlarga tarkibni tanishtiraman. Ko'p bo'lmasa, himoyachilardan boshlayman. Xo'sh do'stlar, bizada Ibrahima Kanate va Alessandro Bastoni bor. Yana himoyachilar bitta Valverdeni o'zi, Gakpo, Leo va Robert Lewandowskini bugun shu 6 ta futbolchini full qilamiz. Xo'sh do'stlar, birinchi bo'lib biz Fisformadan beramiz, ya'ni mana shu 6 ta futbolchini ham tepasidan 4 ta chiqarib, qolgan bir ikkita kuchaytirish qolib ketadi, o'shani texnikaga beramiz. Go bo'lmasa, albatta redkidan boshlaymiz. Kuchaytirishlar ko'p. Xo'p, Romelu Lukaku va Leo bermoqda. Aytgancha Lukaku ham bor, bu ham qolib ketibdi lekin. Mayli, go. Xudo xohlasa, 5 ta 100 qaysi futbolchilar chiqadi? Bitta Bastoni hamda Lewandowskidan по-моему chiqmasa kerak, lekin 5 ta 100. Mayli, buni vaqt ko'rsatadi. DS 26 chiqdi, lekin hech qaysi hali futbolchini full qilganim yo'q. Bo'lmasa nima ham derdik, omad peshanaga yozilgani bo'ladi. Xo'sh do'stlar, yana qaysi futbolchini full qiling, albatta kommentariy yozib qo'yinglar. Eng ko'p like yiqqan kommentariyani o'sha futbolchini full qilaman. Xo'p, Lewandowski hali Skorenya va Skors kelmagan ekan. Faqat Vinuslitel va kuchi. Chidamiylik va kuchi. Xo'p, lekin ko'proq Gakpoga tushyapti. Valverde yaxshi. Break Rose'lar beringani yo'q, hali bergani yo'q. Gakpo yana Gakponi 60% full o'sha. Yaxshi Prorif. Leo hozircha yaxshi ketyapti. Skorslari 99 ga 85. Agar Leo do'stlar shu payt Xudo xohlasa Skors bilan Skoreniasi tezroq 100 bo'lsa, Vinuslitel bilan Silasi tushmay tursa, buni sotib olib turamiz paka. Chunki sotib olgandan keyin boshqa umuman tushmaydi. Mana Skorenaga tushdi. Mana endi bittalikdan bosib ko'rsak ham bo'ladi. Xo'p. Bittalik bosaman, Leoga tushish kerak. Mana Skorenaga tushdi. Bastoni ko'p yegani yo'q lekin. Gakpo, Leo menimcha bittalikdan tushmayapti va Prorif do'stlar, yaxshi. Bitta 3 talikdan bosib ko'ramiz. Legendarniy kuchaytirgichdan. Xudo xohlasa, iloji boricha Leoga yemagani yaxshi. Hop. Yaxshi Valverde, Lewandowski va Bastoni. Ular uncha yaxshi kuchaymayapti, paka yaxshi tushmayapti. Shuning uchun yaxshi hozir. Tushali o'shanga tegdi. Prorif do'stlar, bizda Kanate va himoyachilar Bastoni. Xo'p, yana bitta legendarniy kuchaytirgich Lewandowski, Gakpo va Lukaku. Lukakudan 4 ta 100 chiqarish qiyinroqqa o'xshayapti, lekin hammasi bo'ladi. Yana bitta beramiz. Legendarniy kuchaytirgichdan yaxshi Valverde, Bastoni, Kanate. Xo'p, yana bitta beramiz. Tezroq futbol bo'lishi kerak chunki. Xo'p do'stlar, bo'lmasa Valverde hozircha yaxshi ketyapti, qaranglar mana. Skors bilan Vinuslitel 100 bo'ldi.
Silas 90. Ну, нормальный hozir. Shuning uchun ham bitta riskoat qilib sotamiz. Xudo xohlasa udarida 100 qilsak bo'ladi shunda. Valverde chunki Bundeslidada 100, skorosti 100, uskarini 90 bo'lganda baribir chiroyliroq bo'ladi, lekin hozir uskarini 90 qilib qo'yaman deb silasini buzib qo'yishim mumkin. Shuning uchun ham paka hozircha Valverdeni sotib olib turamiz. Va do'stlar, Holland va Cristiano Ronaldo ham kelibdi. Xudo xohlasa kommentariy yozsanglar, ikkalasini ham full qilamiz birgalikda. Holland bizga kerak, Ronaldo ham albatta. Xo'p, gol bo'lmasa, Bastoni yaxshi, Leao. Yo, Leaodan menimcha 4 ta 100 chiqaramiz. U tepasida bunaqada. Uskariniga endi tushdi. Yana bitta Gakpo. Gakpo xo'sh, tepasida 4 ta 100 chiqarib qo'yganimiz yaxshi. Gakpo. Naverni birinchi bo'lib Gakpodan birinchi tepasidan 100 chiqadiganga o'xshaydi. Hop, bittaliklarni ishlatib o'ramiz. Hozircha 3 talikdan bosh shart emas. 202 ta olmosi, ya'ni legendarni kuchaytirishdan. Chunki mana Lewandowski'da masalan 3 ta 100 chiqib bo'ldi. Hozir Lewandowski tushsa bu ne stoydi? Gakpo mana 2 ta 100 bor. Gakpodan. Hop, Kanate. Lewandowski'dan 2 ta 100, bundan 2 ta. Hop, Bastoniga Leao. Naverni shu 3 ta ham bersak bo'lar ekan, chunki hozir qiynab qo'yadi bizni va Kanatega tushmoqda yaxshi. Prorif plus 5 tadan ham berdi hozir, ko'rdinglar. Hop. Yana bitta 202 tadan ishlatamiz va Leaoga oxiri tushmoqda do'stlar. Leao. Nima qilamiz Leaoni? Mayli, paka full bo'laversin Leao. Qani? Leao paka full bo'lgan yaxshi. Yaxshi, Windows Leader 90 bo'lsa, lekin sira sotardim. Lewandowski Prorif. Juda ham yaxshi. Qani bitta yana. Kanate. Lukaku. Gakpo. Yana Gakpo. Yana bitta Gakpo. Ikkita qoldi. Kanatedan ham уже tepasidan 4 ta 100 chiqib bo'libdi, почти. Bu yerda 3 ta 100. Va Leaoni sotaylik shu yerda. Baribir risk qilmagan yaxshi, bitta risk qo'ygan yaxshi deganim. Tepasidan 3 ta 100 zo'r. Windows Leader 90 bo'lib qolsa, u yaxshi bo'lmay qoladi baribir. Ana endi Xudo xohlasa mana shu обещание kuchaytirishlar ham hamma futbolchiga yetadi bemalol. Hozirgi turgan. Ortib ham qolsa kerak. Dolsi 25 ta Lewandowskilarning reytingi juda ham yaxshi edi Lukaku bilan, lekin 26 keldi, vaqtlar o'tmoqda, reyting tushmoqda. Baribir payti kelganda olib qo'ygan yaxshi. Kanate yana mana 4 ta 100 bor. O'sha Xudo xohlasa adborlarni 90 qilib qo'ysak, chiroyli ko'rinishga keladi. Lekin 90 dan ham oshirishga harakat qilamiz albatta. Gakpo. Leva lekin 94 bilan 95 почти bir xil o'ynab beradi. 4 ta 100 gladnisiz chiqarsanglar bo'ladi Leva. Hozir masalan Cristianoda 4 ta 100 chiqarish qiyin. Nima chiqarib bo'lmaydi tepasidan. Shuning uchun ham Lewandowski ham payti kelganda shunaqa bo'lib qoladi kelajakda. Shuning uchun ham olib qo'yish kerak. Lekin Lukaku full bo'lish qiyinlashib ketdi hozir.
Lukakuning statistikasini ko'raylik. Xo'p, 8 ta 12 ta, 12 8 20 ta kuchaytirgich, 23 ta bor bu yoqda. Mayli. Bitta baribir Redkidan berar ekanmiz. Lukakuga tush endi. Yaxshi, Lewandowskiga tushdi. Yana bitta beramiz. Lukakuga mana hayot. Gakpodan ham 400 chiqarib oldik, eson-omon. Ana endi xudo xohlasa kuchaytirgichlar yetadi. Lukaku juda ham qiynaldi. Va Lewandowski 100 gol. Vau do'stlar, Lewandowskidan 400 chiqmas ekan qizig'i. Mana aytdim-ku sizlarga. Shunaqa bu bo'lsa yildan yilga eski futbolchilarni tushirib oladi statistikasini. 1094-95 bo'lishini qarang. Nu mayli, boriga shukur. Bitta menda bunaqa emasdir-a. Xo'p, Lukaku nima bo'ladi endi? Lukakuning kelajagi. Juda bundan ham chiqmasa lekin yo chiqadi bundan. Udarigacha ham ortib qoladi. Mayli, tepasidan 400 chiqarib olamiz. Universitetlar chidamiylik 100 bo'lsa, mana shunday futbolchilar yaxshi o'ynab beradi. Ya'ni 90 daqiqami 90 daqiqa, 120 daqiqami 120 daqiqa. Da, ortib ham qoldi. Yaxshi. Yomon emas. Kanate, Bastoni, Lukaku hamda Gakpo. Bo'lmasa biz boshladik do'stlar. Hozircha bittalik beraveramiz, chunki Adborga tushish kerak Kanatelega va Bastoniga mana bitta Adbor bor. Gakpoga udarga tushgan yaxshi baribir. Adborga tush endi Bastoni bilan Kanatega. Xo'p. Yana 1-2 marta tushib berganda ham yomon emas hozir Adbor. Yaxshi. Xo'p, Gakpo full holatda bizda do'stlar. Xo'p, nima qilsam ekan deb qolaman bu payt. Albatta, arzon futbolchilarni olib sotib olgan yaxshi. Xullas, transfer skautlarni bizga juda qulay qilib qo'ydi, chunki skautlar baribir oldin yaxshi emas bo'lsa, mana arzon futbolchilar chiqadi, har bitta o'yin, masalan, bitta o'yin o'ynab chiqasizlar, oldin bu yerda pul mashina 600 mingga turardi futbolchilar. Hozir esa payti kelsa 60 tangaga ham chiqadi. Bu juda ham yaxshi. Buni baribir eskidan o'ynab kelganlar biladi. Top 4 ta xudo xohlasa etsa kerak. Oq futbolchilarning hammasini sotib yubordim-da. Kanate, davay Adbor tush bitta. Bratan. Bastoni, davay bitta Adbor. Yo'q. Mayli, 3 talik bermaslik bo'lmas ekan. Adborga tushar balki 3 talikda. Yaxshi, Bastoniga yeyapti Adbor. Bastoni buni mening sal-pal normal edi. Lekin Kanate mayli. Bular yugurib bersa bo'ldi, u kopta olish shart emas. Adbora jar kuchli bo'lmadi-yu, lekin to'g'risi o'ynasa bo'ladi. Xo'p, eng важный futbolchilarni olamiz bu yerda do'stlar. Albatta, ular kim? Leao hamda Federico Valverde bo'ladi. Xo'p, bularni ideal hozir full holatga keltiramiz, xudo xohlasa. Qana legendarni kuchaytirgichimiz Lukaku full udarga tushmoqda. Lukaku qani 90 bo'ladimi? Yo'q. 89 bo'ldi. Juda ham yaxshi. Adborga bergani yo'q. Leao bilan Valverdega
yaxshi ketyapti lekin. Hozircha yaxshi. Lukaku lekin 89 bo'ldi, lekin zo'r. Lukaku o'zimizni jaydar futbolchi bo'ldi. Qani. Xo'p, yana bitta omadimiz chiqish olamiz. Xo'p, udarga yaxshi. Valverdeni atbol miyachiga berdi. Juda ham yaxshi. Valverde to'p olish ham baribir rol o'ynaydi o'yinlarda. Voy, udarga tushmayapti. Yao degan qiziq. Oxirgi ishlashimiz va ikkalasi ham full holatda. Xo'p, Leoga udarga tushgani yo'q. Nu, normalno bo'ladi. Ikkalasi ham zo'r o'ynab beradi shunaqa holatda, lekin 3 talik bekor bosibman shu joyda. Bittalikdan bossam ham yaxshi bo'lardi, lekin bittalik bosganim bilan atborga ko'p ketib qolardi. Shuning uchun ham nima desam bo'ladi? Oxirida do'stlar omad baribir katta rol o'ynadi, lekin mana hozir omadim kelganda Valverde ham, Leao ham zo'r futbolchilar. Nu, hammasi peshanadan shukur qilamiz va o'ynaymiz. Xo'sh do'stlar, videomiz manfaatli yaxshi bo'lgan bo'lsa, like va kommentariyada o'zingizlarning izohlaringizni kutib qolaman. Hammaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar.